Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va ushbu mavzuga befarq bo'lmagan barcha vatandoshlar. Ko'pchiligingiz har kuni erta tongda xayolingizda yashirin savol bilan uyg'onasiz. Pensiyam nega bunchalik kam? Davlat mendan nimanidir yashiryaptimi? Yoki mening umrim davomida qilgan mehnatim yetarlicha qadrlanmayaptimi? Bugun men sizga shunday muhim yangilikni aytmoqchimanki, bu har biringizning hayotingizni tubdan o'zgartirishi, moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Hozirgina hukumatimiz pensionerlar uchun haqiqiy bomba yangilikni imzoladi. Bu nafaqat sizning bugungi kuningiz, balki farzandlaringiz, nabiralaringizning kelajagi uchun ham muhim ma'lumot. Bu sizni uzoq yillik xavotirlaringizdan xalos etadigan, hayotingizga yorqin nur olib kiradigan voqea. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni hech qachon unutmasligingiz, uni yaqinlaringizga ham yetkazishingiz kerak. Men hozir aytadigan har bir so'z diqqat bilan eshitishga arziydi. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar azizlarim, avvallari pensiya hisoblash tizimida ba'zi murakkabliklar va tushunmovchiliklar mavjud edi. Bu afsuski ko'plab insonlarning haqli pensiya miqdorini to'liq olishga to'sqinlik qilar edi. Qanday edi u? Pensiya qonunchiligimiz va uni amaliyotda qo'llashda ayrim bo'shliqlar bor edi. Masalan, ba'zi mehnat davrlari, ayniqsa ayollar uchun bolalarni parvarishlash ta'tillari yoki institutda o'qish davri, yoxud mustaqillikning dastlabki yillaridagi norasmiy mehnat faoliyati yillarining bir qismi doim ham to'liq hisobga olinmas edi. Pensiya miqdori asosan ish haqi va mehnat staji asosida belgilanar ekan. Bu holatlar sizning umumiy pensiya miqdorining past bo'lishiga sabab bo'lar edi. Ba'zan hujjatlar bilan bog'liq muammolar, masalan, mehnat daftarchasining yo'qolishi yoki eskirishi, hujjatlarning tartibsizligi sababli ham mehnat stajini isbotlash qiyin bo'lar edi. Natijada yillar davomida qilgan mehnatingizga yarasha to'liq pensiya ola olmasdan bir umr xayolingizda adolat qani degan savol bilan yashashingizga to'g'ri kelar edi. Lekin endi bu holat o'zgaradi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan prezidentning keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PKI sonli qarori raqami shartli. Ammo mazmuni juda aniq, aynan ana shu muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Bu qaror nafaqat yangi pensiya chiquvchilarga, balki allaqachon pensiyada bo'lgan millionlab vatandoshlarimizga ham ta'sir qiladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shundaki, pensiya hisoblashda inson omili kamaytirilib, ko'proq adolatli va shaffof mexanizmlar joriy etiladi. Eski davrlarda olingan maoshlarni hozirgi kunga nisbatan qayta baholash, ilgari hisobga olinmagan ba'zi ijtimoiy muhim davrlarni stajga qo'shish, hujjatlarni rasmiylashtirishda soddalashtirilgan tartiblarni joriy etish, bularning barchasi sizning foydangizga ishlaydi. Bu qaror aslida xalqimizning uzoq yillik talabi bo'lgan adolatli pensiya tizimini barpo etish yo'lidagi ulkan qadamdir. Endi o'zingizni haqsizlikka uchragandek his qilishingizga hojat yo'q, chunki davlat sizga yordam qo'lini cho'zdi. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kimlar uchun muhim va kimlar uchun emas. Keling, endi ushbu qarorning asosiy jihatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qaror bilan eng avvalo kimlarga ta'sir qiladi va kimlar bu o'zgarishlardan ko'proq foyda olishi mumkin? Bolalarni parvarishlash ta'tilida bo'lgan ayollar uchun bu qarorning eng muhim va ko'p ayollarimizni xursand qiladigan jihati shuki, endi bolalarni parvarishlash ta'tilida bo'lgan davrlar avvallari ayrim shartlar bilan cheklangan edi. To'liq mehnat stajiga qo'shiladi. Ilgari faqat ma'lum bir muddat, masalan, har bir bola uchun 30 yilgacha. Ammo jami 6 yilgacha bo'lgan davr hisobga olingan bo'lishi mumkin edi. Ba'zi hollarda esa umuman hisobga olinmas edi. Ayniqsa 1990 yillardan oldingi davrlarda. Endi esa bu cheklovlar yumshatiladi yoki butunlay olib tashlanadi. Misol Gulnora opa 1970 yillarning oxirida tug'ilgan. U ikkita farzandini tarbiyalash uchun umumiy hisobda 6 yil ishdan ajralgan. Eski qonunchilikka ko'ra uning bu davrlarning bir qismi pensiya stajiga hisoblanmas edi. Gulnora opaning umumiy mehnat staji 25 yil deb hisoblangan va u shu asosda pensiya olgan. Yangi qarorga binoan uning bu 6 yillik bolalarni parvarishlash ta'tili ham to'liq pensiya stajiga qo'shiladi. Demak, uning staji 31 yilga aylanadi. Bu esa pensiya miqdorini sezilarli darajada oshiradi. Agar ilgari Gulnora opaning pensiyasi 1 million 500 ming so'm bo'lgan bo'lsa, endi u 1 million 800 ming so'mga, hatto undan ham ko'proqqa yetishi mumkin.
Bu albatta Gulnora opaning kundalik xarajatlarini qoplashiga, dori-darmon sotib olishiga, nabiralariga sovg'a olishiga yordam beradi. Bu qarorning zamirida ayollarning oila va jamiyatdagi rolini tan olish, ularning fidokorona mehnatini qadrlash o'tadi. 2. Oliy o'quv yurtlarida o'qish davri. Ma'lumki, avvallari oliy o'quv yurtlarida o'qish davri har doim ham pensiya stajiga to'liq hisobga olinmas edi. Yangi qarorga asosan. Endi diplom bo'yicha mutaxassislikni egallagan va oliy ma'lumot olganidan so'ng darhol o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga kirgan shaxslarning oliy ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda o'qish davri ham pensiya stajiga to'liq qo'shiladi. Bu ayniqsa muhandislar, shifokorlar, o'qituvchilar kabi sohalarda uzoq yillar xizmat qilgan kadrlarga tegishli. Misol, Abdulla aka 1980 yillarda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida 5 yil o'qigan va shundan so'ng 35 yil umrini irrigatsiya tizimini rivojlantirishga bag'ishlagan. Uning pensiyasi hisoblanganda uning 5 yillik o'qish davri ma'lum sabablarga ko'ra pensiya stajiga kiritilmagan. Natijada u 35 yillik staj bilan pensiya olgan. Yangi tartibga ko'ra Abdulla akaning o'qish davri ham stajiga qo'shiladi va uning umumiy staji 20 yilga yetadi. Bu holatda uning pensiyasi o'rtacha 2025 bardanga o'sishi mumkin. Bu pensiyaga qo'shimcha 300 ming 5 mingdan so'm degani. Tasavvur qiling. Bu pullarga o'zingizga qandaydir xarajatlarni qoplashingiz, farzandlaringizga yordam berishingiz mumkin. Bu qaror ilmli va kasbga sodiq insonlarning mehnatini rag'batlantirishga qaratilgan muhim qadamdir. 3. Qishloq xo'jaligida, ayniqsa shirkat va fermer xo'jaliklarida ishlagan shaxslar uchun ko'pchilik qishloq ahlining mehnat daftarchasida yozuvlar tartibsiz bo'lishi yoki maoshlari norasmiy ravishda berilgan holatlar uchraydi. Bunday holatlarda pensiya stajini tasdiqlash qiyin kechar edi. Endi esa pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli organlar ushbu holatlarni ko'rib chiqishda soddalashtirilgan yondashuvni qo'llaydi. Guvohlarning ko'rsatmalari, arxiv ma'lumotlari va boshqa dalillar endi pensiya stajini tasdiqlash uchun ko'proq hisobga olinadi. Misol, Rustam tog'a butun umrini Qashqadaryo viloyatidagi paxta dalalarida o'tkazgan. Uning mehnat daftarchasida 30 yil staj ko'rsatilgan, lekin erta yoshligan, 5 yillik norasmiy mehnati va kolxozda ishlagan davrdagi ba'zi yozuvlar chalkash bo'lgani sababli hisoblanmagan. Yangi qarorga asosan mahalladan beriladigan ma'lumotnoma 2 nafar guvohning ko'rsatmasi va arxidan topilgan ayrim hujjatlar asosida uning to'liq 35 yillik staji tiklanadi. Bu Rustam tog'aning pensiya miqdorini yana bir bor qayta ko'rib chiqishga imkon beradi va uning moddiy ahvolini yaxshilaydi. Bu o'zgarish nafaqat qishloq xo'jaligida, balki boshqa sohalarda ham norasmiy ishlagan yoki hujjatlar tartibsiz bo'lgan shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. 4. Eski davrlardagi ish haqi qiymatini qayta hisoblash. Ilgari pensiya hisoblashda eng ko'p shikoyatlardan biri bu Sovet davridagi yoki mustaqillikning dastlabki yillardagi ish haqi miqdorining hozirgi qiymatiga nisbatan juda past hisoblanishi edi. Inflyatsiya va valyuta kursidagi o'zgarishlar tufayli o'sha davrdagi 100 so'm bilan bugungi 100 so'mning xarid qobiliyati umuman boshqacha. Endi hukumat ushbu masalani ham e'tiborga olib, o'sha davrlardagi ish haqini pensiya hisoblash uchun yanada adolatli koeffitsiyentlar bilan qayta bog'lash mexanizmini joriy qildi. Bu degani, o'sha davrlarda yaxshi maosh olgan, ammo pensiya hisoblanganda bu pulning qiymati past hisoblangan insonlarning pensiyalari qayta ko'rib chiqiladi. Misol, Dilshod aka 1990 yillarda yuqori malakali muhandis bo'lib ishlagan va o'sha davr uchun juda yuqori 2,3 so'm maosh olgan. Pensiyasi hisoblanganda bu maosh o'sha davrning o'rtacha maoshi bilan solishtirilgan va hozirgi pensiya hisob kitoblariga kiritilganda uning qiymati yo'q bo'lib ketgan. Yangi tartibga asosan Dilshod akaning o'sha davrdagi yuqori ish haqi yanada yuqori koeffitsiyentlar bilan baholanadi. Bu esa uning pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Masalan, uning pensiyasi o'rtacha 15-20 tizimga oshishi mumkin. Bu o'zgarish bir vaqtlar jamiyat uchun katta hissa qo'shgan, lekin mehnatiga yarasha baholanmagan insonlarga nisbatan adolatni tiklashga qaratilgan. Kimlar xavotir olmasligi kerak va kimlar esa faol harakat qilishi kerak. Aslida bu qaror xavotir degan so'zni unutishimiz kerak bo'lgan yaxshi yangilik. Ammo shuni bilish kerak. Agar sizning pensiyangiz allaqachon to'liq va adolatli hisoblab chiqilgan bo'lsa,
barcha staj va ish haqi davrlaringiz inobatga olingan bo'lsa, ehtimol sizning pensiyangizda katta o'zgarish bo'lmaydi. Bu degani sizga bu qaror ta'sir qilmaydi degani emas. Shunchaki sizning hisobingizda allaqachon barcha imkoniyatlar ishlatilgan bo'lishi mumkin. Ammo agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirsangiz, ya'ni bolalar parvarish ta'tilida bo'lgan ayollar, oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qib, so'ngra mutaxassisligi bo'yicha ishlaganlar, qishloq xo'jaligida yoki boshqa sohalarda hujjatlari bilan bog'liq muammolari bo'lganlar, sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida yuqori maosh olgan, ammo bu pensiyasida aks etmagan shaxslar umuman olganda. Pensiya hisoblashda adolatsizlikka uchragan deb hisoblaydigan har bir inson, siz albatta harakat qilishingiz kerak. Bu sizning qonuniy haqqingizni olish uchun berilgan noyob imkoniyatdir. Istisnolar, e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan nozik jihatlar va tuzoqlar har qanday yangi qonun yoki qaror o'zining nozik jihatlariga ega bo'ladi. Ushbu yaxshi yangilik ham ba'zi istisnolar va e'tibor berish kerak bo'lgan holatlarni o'z ichiga oladi. Ularni bilish sizning pensiyangizni qayta hisoblash jarayonini muvaffaqiyatli yakunlashga yordam beradi. 1. Hamma uchun bir xil o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Eng avvalo shuni tushunish kerakki, bu qaror hamma pensionerlarning pensiyasini bir xil miqdorda yoki bir xil foizda oshirmaydi. Har bir holat individual ravishda ko'rib chiqiladi. Agar sizning pensiyangiz allaqachon maksimal darajada hisoblangan bo'lsa, siz uchun sezilarli o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Bu o'zgarish asosan pensiya hisoblashda ilgari inobatga olinmagan omillarni hisobga olishga qaratilgan. Shuning uchun mening qo'shnimning pensiyasi oshdi, meningki nega oshmadi degan savol tug'ilmasligi uchun har bir holat alohida e'tiborga olinadi. 2. Hujjatlarning ahamiyati yangi qaror hujjatlashtirish jarayonini soddalashtirsa-da, hujjatlarning ahamiyatini kamaytirmaydi. Agar sizda mehnat daftarchasi, diplom, tug'ilish guvohnomalari, nikoh guvohnomasi kabi asosiy hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, ularni tiklash uchun biroz vaqt va harakat talab qilinadi. Ba'zi hollarda arxiv ma'lumotnomalarini olish zarur bo'ladi. Afsuski, ko'pchilik odamlar eski hujjatlarga beparvo bo'lishadi. Bu esa keyinchalik pensiya hisoblashda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuni unutmangki, har qanday da'vo, hatto eng adolatli bo'lgani ham dalillarsiz asossiz hisoblanadi. Muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Ba'zi pensiya jamg'armasi mutaxassislari ushbu qarorga asosan pensiyalarni qayta hisoblash uchun arizalarni qabul qilishning ma'lum bir muddatlari belgilanishi mumkinligini ta'kidlashadi. Ya'ni bu imkoniyat abadiy bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun imkoniyatdan foydalanishni kechiktirmaslik kerak. Vaqt bu pul. Ayniqsa pensiya haqida gap ketganda. Qancha tez harakat qilsangiz, shuncha tez pensiyangiz oshadi. 4. Norasmiy ish stajining barcha turlari hisobga olinmasligi. Garchi qishloq xo'jaligida ishlaganlar uchun norasmiy stajni hisobga olish soddalashsa-da, bu har qanday norasmiy ish pensiya stajiga qo'shiladi degani emas. Faqatgina qonunchilikda belgilangan va dalillar bilan tasdiqlanishi mumkin bo'lgan norasmiy mehnat faoliyati hisobga olinadi. Masalan, tadbirkorlik faoliyatida patent asosida ishlagan davrlar yoki guvohlar ishtirokida isbotlanishi mumkin bo'lgan kolxozchilik davrlari. Shuning uchun agar siz faqat so'z bilan isbotlanadigan norasmiy ishlarga ega bo'lsangiz, bu bo'yicha to'liqroq ma'lumot olishingiz kerak. 5. Qalbakilashtirishdan ehtiyot bo'ling. Afsuski, har qanday yangilik ortdan firibgarlar ham paydo bo'ladi. Pensiyangizni tezda oshirib beraman, hujjatlaringizni men hal qilaman kabi va'dalarga ishonmang. Barcha murojaatlar pensiya jamg'armasiga yoki tegishli davlat organlariga bevosita sizning o'zingiz tomonidan yoki qonuniy vakilingiz orqali amalga oshirilishi kerak. Hech qanday vositachilarga ishonmang. Aks holda nafaqat pulingizdan, balki haqli pensiyangizdan ham mahrum bo'lishingiz mumkin. 6. Kutishning hojati yo'q. Ba'zilar pensiyani o'zlari qayta hisoblab berishar deb kutib o'tirishadi. Garchi davlat mexanizmlari ishga tushirilsa-da, har bir pensionerning holati va hujjatlarini avtomatik tarzda tekshirib chiqish juda murakkab jarayon. Shuning uchun o'z haqingizni talab qilish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz shart. Harakat qilmasangiz, hech narsa o'z-o'zidan o'zgarmasligi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bu qaror bir necha 10 yilliklarda to'planib qolgan muammolarni hal qilishga qaratilgan juda katta qadam. Lekin bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish uchun siz o'zingiz ham faol bo'lishingiz, ma'lumotlarni o'rganishingiz va tegishli choralar ko'rishingiz kerak bo'ladi.
amaliy maslahatlar, nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Amaliyotda nima qilishingiz kerak? Ushbu yaxshi yangilikdan foydalanish uchun qanday aniq qadamlarni bosishingiz lozim? Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1. Joriy pensiya ma'lumotnomani tekshiring. Birinchi qadam bu sizning hozirgi pensiyangiz miqdori va uning qanday hisoblanganligi haqidagi ma'lumotlarni o'rganish. Buning uchun siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, pensiya hisoblashning batafsil ma'lumotnomasi spravkani so'rashingiz mumkin. Yoki yanada oson yo'li bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Bongagov. Uz orqali shaxsiy kabinetingizga kirib, pensiya ma'lumotnomasi xizmatidan foydalanib, o'z pensiya hisoblaringizni onlayn tarzda ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu sizga qaysi davrlar pensiya stajiga kiritilgani, qaysilari kiritilmaganini tushunishga yordam beradi. O'quy. Siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirishingizni aniqlang. Videoning oldingi qismida keltirilgan misollarni eslang. Sizning hayotingizda shunga o'xshash vaziyatlar bo'lganmi? Siz ayol bo'lib, bolalarni parvarishlash ta'tilida bo'lganmisiz va bu davr to'liq hisobga olinmaganmi? Siz oliy ma'lumotga ega bo'lib o'qishdan keyin darhol ishlaganmisiz, ammo o'qish davringiz stajga kiritilmaganmi? Eski davrlarda yuqori maosh olganmisiz, ammo pensiya hisoblashda bu maoshning qiymati past hisoblanganmi? Agar shunday bo'lsa, siz ushbu qarordan foyda olishingiz mumkin bo'lgan toifaga kiring. 300. Kerakli hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim qadamlardan biri. Pensiyani qayta hisoblash uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pasport asli va nusxasi, mehnat daftarchasi asli va nusxasi. Agar mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, avval uni tiklashga harakat qiling. Buning uchun siz oxirgi ish joyingizga yoki arxivga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda sud orqali ham mehnat stajini tiklash mumkin. Diplom asli va nusxasi agar siz oliy o'quv yurtida o'qigan bo'lsangiz. Tug'ilish guvohnomalari asli va nusxasi agar siz ayol bo'lib bolalarni parvarishlash ta'tilida bo'lgan bo'lsangiz. Barcha farzandlaringizning guvohnomalari kerak. Nikoh guvohnomasi asli va nusxasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. Ish joyidan ma'lumotnoma agar maoshlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida to'liq aks etmagan bo'lsa, ish joyingizdan yoki uning huquqiy vorisi joylashgan tashkilotdan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa eski davrlardagi maoshlar uchun bu juda muhimlari. Agar ba'zi tashkilotlar tugatilgan bo'lsa yoki hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, siz mahalliy arxivlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Guvohlarning ko'rsatmalari qishloq xo'jaligida norasmiy ishlaganlar yoki mehnat stajini hujjatlar bilan tasdiqlay olmaydiganlar uchun mahalladan olingan ma'lumotnoma va 2 nafar kamida 5 yil birga ishlagan guvohning notarial tasdiqlangan ko'rsatmasi talab qilinishi mumkin. 4. Murojaat qilish joyi. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Shuningdek, My.Bongagov portali orqali ham elektron tarzda murojaat qilish imkoniyati mavjud. Ammo hozirgi bosqichda ko'proq hujjat talab qilinishi mumkinligi sababli shaxsiy murojaat samaraliroq bo'lishi mumkin. 5. Arizani yozish. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda pensiyani qayta hisoblash to'g'risida ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Arizada siz qaysi davrlar pensiya stajiga to'liq hisoblanmaganini yoki qaysi ish haqi davrlar adolatsiz baholanganini aniq ko'rsatishingiz lozim. Namuna ariza quyidagicha bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining tuman shahar nomi bo'limi boshlig'iga. Ish yashash manzili. Manzilingiz pasport seriyasi va raqami, seriya va raqam. Telefon raqamingiz ariza pensiyani qayta hisoblash to'g'risida. Hurmatli bo'lim boshlig'ining men tug'ilgan sanangizda tug'ilganman. Pensiya oluvchi sifatida qachondan pensiya olayotganingizni yozing. Masalan, 20 yildan buyon yoshga doir pensiya olaman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQI shaxsonli qarori yoki shu mazmundagi amaldagi hujjat raqami qabul qilingani munosabati bilan mening pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Xususan, quyidagi davrlarni pensiya stajimga kiritishni yoki ish haqini qayta baholashni so'rayman. 1. Bolalarning ismlari ismli farzandlarimni parvarishlash davri yildan yilgacha bo'lgan yil.
tug'ilish guvohnomalarini ilova qiling. 2. Oliy ta'lim muassasasi nomida yildan yilgacha yil davomida kunduzgi bo'limda o'qish davrim. Diplom nusxasini ilova qiling. 3. Ish joyi nomida yildan yilgacha bo'lgan yillik mehnat faoliyatim davomidagi ish haqini qayta baholash. Ish haqi ma'lumotnomasini ilova qiling. 4. Boshqa aniq davrlar, masalan, qishloq xo'jaligidagi norasmiy mehnat davri yildan yilgacha yil. Mahalliy ma'lumotnoma, guvohlar ko'rsatmalarini ilova qiling. Yuqorida ko'rsatilgan davrlar uchun tegishli hujjatlarni ilova qilaman. Mening arizamni belgilangan tartibda ko'rib chiqishingizni va qonuniy qaror qabul qilishingizni so'rayman. Hurmat bilan. Sana imzo. Bu faqatgina namuna. Sizning holatingizga mos ravishda bandlarni o'zgartirishingiz yoki qo'shimcha ma'lumotlar kiritishingiz mumkin. Eng muhimi, arizangizda aniq va tushunarli tarzda o'z talablaringizni bayon etishingiz kerak. 6. Jarayonni kuzatib boring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng unga berilgan raqamni saqlab qo'ying. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning arizangizni ko'rib chiqishlari va pensiyani qayta hisoblashlari uchun ma'lum vaqt talab etiladi. Odatda 10-15 ish kuni. Agar bu muddatdan keyin sizga javob kelmasa, pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib arizangizning holati haqida so'rang. Murojaatingizga e'tiborsiz bo'lmang. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugun men sizga davlatimiz tomonidan pensionerlarimizga berilgan ulkan imkoniyat haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu shunchaki bir qonun yoki qaror emas, bu sizning yillar davomida qilgan fidokorona mehnatingizga davlatning yuksak hurmati va qadridir. Bu qaror minglab, millionlab keksalarimizning hayotini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, uning samarasi tez orada seziladi. Esingizda bo'lsin, bu faqatgina shunchaki yaxshi yangilik emas. Bu har biringiz uchun, ayniqsa pensiya hisoblashda haqsizlikka uchraganlar deb hisoblayotganlar uchun harakat qilish va o'z haqqini olish imkoniyatidir. Men sizga bergan barcha maslahatlarga amal qilsangiz, o'zingizning haqli pensiya miqdoringizni olishingizga ishonchim komil. Bu ma'lumotlarni o'zingizda saqlab qolmang. Uni do'stlaringizga, oila a'zolaringizga, qo'shnilaringizga, barcha tanish pensionerlarga yetkazing. Har birimiz bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz biz uchun muhim. Keyingi videolarimizda yana uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.